Farzandingiz sog'lom o'sishi uchun kerak bo'ladigan vitamin va mikroelementlar. Birinchisi vitamin D. Bu quyosh vitamini bo'lib, ultrabinafsha nurlar ostida terida hosil bo'ladi. Tabiiy manbalari sut, tuxum sarig'i, baliq hisoblanadi. Keyingisi vitamin A. Ko'z nuri va immunitet uchun zarur bo'lib, sabzi, apelsin, tuxum sarig'i kabi mahsulotlarda uchraydi. Uchinchisi vitamin C. Sitrus mevalar va qulupnay uning koni bo'lib, shamollashga qarshi tabiiy qalqon va antioksidant hisoblanadi. B guruh vitaminlari non, dukkakli mahsulotlarda ko'proq uchraydi. Bola organizmini energiya bilan ta'minlaydi, asab tizimida o'tkazuvchanlikni yaxshilaydi. Beshinchisi temir bo'lib, qon aylanish va energiya uchun zarur vosita. Go'sht mahsulotlari loviya uning asosiy manbalari sanaladi. Omega 3 yog'lari miya rivojlanishi va e'tibor uchun foydali bo'lib, baliq, yong'oqda ko'p miqdorda uchraydi. Bu vitaminlar bolangiz sog'lom o'sishi uchun zarur hisoblanadi. Videoni saqlab qo'ying va boshqa onalarga ulashing.